Bu videoni har bir qurilish qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'rishadi. Sababi biz sizga qurilishga eng kerakli bo'lgan qurilish xomashalarini ko'rsatib o'tamiz. Ibrohim aka, birinchi bo'lib Taqsim do'konimizdagi qaysi qurilish mollaridan boshlaymiz? Endi albatta birinchi bo'lib turib tom qismi. Chunki juda ko'p pul ketadi tom qismiga. Tunikalarni ko'rib chiqamiz. Bo'ldi. Tunikalarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin shpakilovka, rang mahsulotlari, yana nimani ko'ramiz? Gipsakarton. Gipsakarton. Ana shuni barchasini sizga ko'rsatamiz hamda narxlarini to'liq sizga aytib o'tamiz. Hozirgi kunda Taqsim do'konimizda 3 xil zavodning tunikalarini sotyapmiz. Asosan Samarqand, Toshkent, Rossiya. Xo'p, Ibrohim aka, bularning qalinligi farqlari, har xillari bor. Bitta mana shuni aytib bersak, undan keyin narxlarini ham aytsak, tunika olmoqchi bo'lganlarga hamda qurilish qilmoqchi bo'lganlarga juda ham foydali bo'ladi. Bo'ldi. Hozirgi kunda Samarqand tunikalarimiz asosan 3 xil qalinlikdagisi yaxshi sotiladi. Qalinligi 3,5lik, 4lik, 4,5lik. Xo'p, narxlari qanaqa? Narxlari 3,5ligi 45 ming so'm, 4ligi 50 ming so'm, 4,5ligi 56 ming so'm. Bu metrga farqladimi yoki kvadrat metrgami? 1 metri 1 kvadrat bo'lib, shifr bo'lib chiqadi. Demak, 1 kvadrat metri mana shu narxda bo'ladi, tushundingmi? Xuddi shunday. Xo'p, endi Toshkentnikini aytsak. Bo'ldi. Bu yerda Toshkent tunikalarimiz 3,5, 4lik, 4,5liklari bor, qalinliklari. 3,5ligi nechta bo'ladi? 4,5ligi, 4ligi. 3,5ligi 50 ming so'm. 4ligi 56 ming so'm. 4,5ligi 62 ming so'm rangliklar. Ibrohim aka, bular kvadrat metrga hisoblanadi. Xuddi shunday. Xo'p, atsinkovkani aytmaylik. Atsinkovkaning narxi. Atsinkovkalar ham Toshkentniki, asosan 3,5, 4, 4,5 qalinliklari bor. 3,5ligi 43 ming so'm, 4ligi 48 ming so'm, 4,5ligi 52 ming so'm. Rossiya tunikalari asosan 4lik, 4,5lik atsinkovkasi bo'ladi. Rangliklari 4,5lik bo'ladi. Xo'p, asliniki qanaqa narxi? Narxi atsinkovkasi 4ligi 57 ming so'm, 4,5ligi 62 ming so'm. Ranglik 4,5ligi 75 ming so'm. Ular ham 1 metr kvadrat. Bundan tashqari bizlarda tunikapon mahsulotlarining ham barcha turlari mavjud. Ibrohim aka, Taqsim do'konining skladiga keldik, to'g'rimi? Gipsakartonlar turadi. Xuddi shunday. Bitta bu gipsakartonlarning turlarini, qaysi firmanikini obzor qilib, birdan narxlarini aytsak obunachilarimizga, mijozlarimizga. Mayli. Qaysidan boshlaymiz aka? Birinchi Gipsakarton Optimus firmasinikidan boshlaylik. Optimusni siz dileringizda? Samarqanddagi dilerimiz Gipsakarton Optimus zavodining. Bular birinchi qo'l o'tadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'p, qanaqa gipsakartonlari bor va narxlari qanaqa? Hozirgi kunda Optimus zavodining 4 xil gipsakarton turi bor. Patalochniy bor, devordiki bor, keyin devor vlagostoyki, patalochniy vlagostoyki 4 xil. Gipsakarton olmoqchi bo'lganlarga bu juda ham qiziq. Narxlari endi aka? Narxlari hozirgi kunda patalochniy gipsakartonlarimiz 37 ming so'm, devor gipsakartonlarimiz 40 ming so'm. Bular oq. Keyin bularning ko'ki bor, o'sha vlagostoychisi. Patolochnisi 50 ming so'm narxi, devordiki 52 ming so'm narxi. Xo'p, Ibrohim aka, bundan keyingi o'sha yaxshi gipsakartondan ko'rsating. Qaysi birini boshlaymiz? Gipsakarton Knaftni ko'rsatamiz. Bu yerda Gipsakarton Knaft mahsulotlarimiz. Bu yerda Knaftning 3 xil turi bor. Patolochniy, devor, keyin devor vlagostoychi. Bularning narxiga kelsak, patolochniy gipsakartonimiz 50.500, devordiki 57.500, devor vlagostoychisi 73 ming so'm narxi. Xo'p, aka, bu gipsakartonlarning orasida eng xadovoylari, eng ko'p odamlar sotib oladiganlari qaysi birlari? Endi hozirgi ko'pchilikka aytsak, hozirgi kunda barcha gipsakartonlarimiz bozorda yaxshi ketadi. Endi asosan shu Knaft Optimus yaxshi sotiladi. Xuddi shunday. Xo'p, mana yerda Forever degan gipsakartonlar bor ekan. Xuddi shunday aka. Bu qayerda ishlab chiqariladi? Men birinchi marta ko'ryapman. Bu Forever gipsakartoni o'zimizdan vodiydan chiqadi. Qo'qondan, Farg'onadan. Buni narxlari qanaqa va necha bor? Buning hozir faqat bizda patolochnisi bor. Narxi 37 ming so'm. Ibrohim aka, bo'lmasa bularning narxlarini bildik. Endi odamlarga eng qiziq bo'lgan, o'sha eng kerakli bo'lgan quruq aralashmalar bo'limini ko'rib chiqaylik. Shpakilovka, undan keyin emulsiya falonlar. Bo'ldi. Bitta narsani eslatamiz. Bu narxlar hozirgi amalda. Ya'ni siz videoni 1 yildan keyin yoki 1 oydan keyin, 10 kundan keyin ko'rganingizda narxlar o'zgarishi mumkin. Diyor aka, bu yerda shkaturka mahsulotimiz Rodband Knaft, buni hamma biladi. Buni odamlarga narxi qiziq, faqat narxlarni ayting, bir boshdan narxni aytamiz. Bo'ldi, tushunarli. Narxi 47 ming so'm aka, hozirgi kunda. Xaltasi to'g'rimi? Xuddi shunday.
Tahsin do'koniga bu qurilish mollari birinchi qo'l keladi. Juda ham katta assortimentda qolaversa o'sha barcha mahsulotlar bor, to'g'rimi? Noldan to uyni qurib bitguncha bitta joydan olib ketasiz. Bu yerda yana shkatorkaga ishlatiladigan Kraft zavodining ham rodbini bor. Buning narxi hozirgi kunda 38 ming so'm qopi. Bu kilosi bir xil bo'ladimi? Bir xil, hammasi 25 kilolik. Bu yerda shpaklovkaga ishlatiladigan asosan Eleron satin mahsulotimiz. Bugungi kundagi narxi 41 ming so'm. Bu 20 kilolik ekan. Bu 20 kilolik. Shpaklovka mahsulotlari 20 kilo bo'ladi. Xuddi shunday. Yana bir xil shkatorkamiz, bozorda eng ko'p sotiladigan mahsulot Ventum firmasining 611 nomerli shkatorkasi. Narxi hozirgi kunda 36 ming so'm. Kafilni klayimiz bozorda hozir eng ommaga chiqqan desak ham bo'ladi. 505 markali klayimiz. Buning narxi 41 ming so'm. Bu ham Ventumga tegishli, to'g'rimi? Bu ham Ventum firmasiga tegishli. Buni ham qopida 25 kilolik bo'ladi. Bundan tashqari Ventum firmasining Nalivnoy pol mahsuloti ham bor bizlarda, 550 markali. Bu laminatdan oldin yerni tekislab olish uchun asosan ishlatiladi. Bu ham eng keraklilardan biri. Narxi qanaqa bunaqa? Narxi 49 ming so'm aka. Ventum firmasining shpaklovka mahsuloti bu 600 markali. Bu narxi qanaqa aka? Narxi 30 ming so'm aka narx. Eslatib o'tamiz, bu narxlar hozirgi amallarda, ya'ni siz bir oydan keyin yoki Ibrohim aka masalan bir yildan keyin mijozlar ko'rsa agar bu videoni, narxlar o'zgarishi mumkin. Xuddi shunday. Chunki bozor o'zgaradi. Siz agarda qurilish mollarini olmoqchi bo'lsangiz, Tahsin do'koni nomerlariga mana shu yerda chiqadi. Murojaat qilib, narxlar haqida bilib olib yoki do'konimizga kelishingiz mumkin. Bitta manzilni aytib o'ting. Manzilimiz M39, Shaymon bozori ro'parasi. Jonboy, Shaymon bozori ro'parasi. Xuddi shunday. Kelib, do'konimizda o'sha qurilishingizga kerak bo'lgan barcha mollarni noldan boshlab tomini yopishgacha olib ketishingiz mumkin. Hozir yana davomida sizlarga ko'rsatamiz. Ibrohim aka birdan gipsokardon profillarni ham ko'rsataylik, chunki gipsokardon olmoqchi odamlarga bu ham qiziq. Narxlarni Gipsokarton profillarining bizlarda barcha turi mavjud. bu demir profilnik, to'g'rimi? Xuddi shunday. Eng yaxshi profillar. Hozirgi kunda bozorda eng ko'p sotilayotgan demir profillari, qalinligi bizlarda patolochniy profillarning 0.3 qalinlikdan 0.6 lik qalinligigacha bor barchasi. Narxlar necha bilan necha bo'yicha? Narxlari boshlanishi 4000 so'mdan boshlanadi 1 metri, to 6000 gacha bor. Hamma xili mavjud bizlarda. Va nihoyat uyni ichini remont qilishda eng kerakli va eng muhim bo'lgan emulsiyalarga keldik. Shunday. Ibrohim aka, bu yoqni o'zingiz aytib bersangiz. Bu yerda asosan hayot va emulsiyalar joylashgan. Bularning bizda 4,5 kilodan 25 kilogacha bo'lgan turlari bor. Narxlari 100 ming so'mdan to 450 minggacha bor. Ibrohim aka, nimasida farq qiladi masalan 100 ming so'm, 400 ming so'm? Bular endi asosan kilosida va sifatida farq qiladi. Lekin bu yerda ko'plari hayot kraskasi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Demak, o'sha eng yaxshilardan biri bu hayot kraskalari. Hozirgi kunda shunday. Bu yerda kraska mahsulotlarimiz bizlarda yog'och uchun ham, temir uchun ham kraska mahsulotlarining barcha turlari mavjud. Narxlariga kelsak, bankasi 2,5 kilolik bo'ladi. 45 ming so'mdan boshlab 150 minggacha hamma turlari mavjud. Sizlar uchun birdan travertin narxlarini Ibrohim aka ko'rsataylik deb ko'ndirdim. Ibrohim aka, bitta bu haqida ma'lumot beraylik. Bu lider zavodining travertinlari. Satili 25 kilolik bo'ladi. Narxi 130 ming so'm. Bir satili 10 kvadrat joyga yetadi. Travertin demak, narxi 130 ming so'm. Tahsin do'konining Instagram sahifasi ham bor, Telegram guruhimiz ham bor. Raqamlarimiz ham berib chiqadi. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Sizga qaysi qurilish mollarini ko'proq obzor qilib ko'rsatsak? Nima deysiz aka? Mayli. Yozib qoldirishsinlar, biz obzor qilib ko'rsatib boramiz. Bo'ladi.